Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan Total Commander dasturi orqali D diskimizda bir papka yaratishni va o'sha papkani ichida yana ichki papkalar yaratishni va u papkalarni ichiga boshqa bir papkadan mavjud bo'lgan fayllarni ko'chirishni va o'chirishni nusxa qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi oynamizning birinchi tomonida D diskni ochib olamiz va bu oynamizda yangi papka hosil qilamiz. Endi yangi papka hosil qilish uchun kerak bo'lgan tugmamizni bilib olishligimiz kerak. Buning uchun F7 tugmasini bosamiz. F7 tugmasidan so'ng bizga Total Commander degan nom beramiz va bunga OK tugmasini bosamiz. OK ni bosganimizdan so'ng pastda ko'rib turganingizdek Total Commander papkasi hosil bo'ldi. Papkaning ichiga kirishlik uchun 2 marta uni ustiga bosamiz. Kirganimizdan so'ng endi bizda o'ng tarafda D diskimizni ichida VPS degan papkada biz ko'rib turgan o'sha fayllarimiz bor. Oldingi Office dasturlarida yaratilgan fayllarimiz bor. Bu fayllarni o'ng tomonga, ya'ni Total Commander degan papkaga ko'chirishlik uchun kerakli fayllarni belgilab olamiz. Kerakli fayllarni belgilash qanday amalga oshiriladi? Masalan, mustaqil ish yuzi va birinchi hujjat Word dasturi uchun PDF faylimizni belgilab olishligimiz kerak, ularni chap tomonga nusxa qilib ko'chirish uchun. Demak, mustaqil ish yuzini ustiga bir marta bosamiz va Ctrl tugmasini bosgan holatda ikkinchi kerakli faylni ustiga olib borib bir marta bosamiz va birinchi fayl va ikkinchi faylimiz belgilanib qizilga aylanib qoldi. Endi bu holatda siz kerakli fayllarni ustidan ushlab turib yoki oq joydan foydalangan holatda ham bir xil amalni bajarishingiz mumkin. Masalan, hozir oq joydan ushlab turib bu yoqqa tortadigan bo'lsam, bir xil oyna chiqadi, ya'ni nusxa qilish oynasi chiqadi. Yoki o'sha belgilangan fayllarni ustiga bosgan holatda ham bu yoqqa olib o'tkazib tashlasam, o'sha oyna chiqadi, ya'ni bir xil amalni bajaradi. Ba'zida siz shoshilgan holatda oq joyni tanlab ham amalga oshirishingiz mumkin. Endi nusxa qilish oynasi. Bunda nima narsalar bor? Bunda OK, Portrait, Jira Atmena va sizga o'sha fayl tipini ko'rsatyapti. Qanaqa turdagi fayllarni o'tkazishligimiz kerak. Aslida siz mana bu joyga tegmaysiz. Shunchaki mana bu joyda ko'rsatilgan manzil to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Asl holatda bu to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Chunki bu bir oynadan ikkinchi oynada ochilib turgan manzilga o'tkaziladi. Ana endi OK tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, faylimiz juda ham tez amalga oshdi. Nusxa qilish jarayoni. Bu sizga hozir ko'rinmagan bo'lishligi ham mumkin. Keling endi sizga kattaroq fayllarni nusxa qilishni ko'ramiz. Masalan, aytaylik, bizda C diskimizda yozilgan video darslar mavjud. Ulardan aytaylik, mana bunisini olamiz va uni D diskimizdagi o'sha Total Commander papkasiga olib tashlaymiz. OK tugmasini bosamiz. Загрузка jarayoni ko'rib turganingizdek o'sha tezda amalga oshadi. Endi agar sizda kompyuteringiz ozgina suzroq bo'ladigan bo'lsa, biroz muddat ko'proq ketishligi mumkin. Yoki ba'zida katta fayllarni ham nusxa qilish jarayoni kerak bo'lib qoladi. Unday holatlarda albatta vaqtni oladi. Ana endi D diskimizga qaytamiz. E'tibor bering. Hozir men D diskka qaytganimdan keyin hozir bu tomonda D disk ochilib turganligi mana bu oyna ham ochilib qolyapti. Buning sababi shundaki, har bir oyna bir-biriga sinxron hisoblanadi. Ya'ni bir oynada ochilgan oxirgi o'sha D diskimizni ochilgan yo'li deyishimiz mumkin yoki path deyiladi. O'sha path bu ikkinchi D diskda ham ikkinchi oyna uchun ham saqlanib qoladi. Qachonki D diskka bosganimda D disk oxirgi marta xoh o'ngda xoh chapda ochilishdan qat'iy nazar oxirgi ochilgan papkani yoki faylni bizga ochib beradi. O'ylaymanki buni tushunib oldingiz. Endi keling biz bitta orqaga qaytamiz va VPS degan papkaga kiramiz. Endi biz hozir Total Commander degan papkamiz ichida yana bitta papka hosil qilishligimiz kerak. Buning uchun biz yana F7 katalogga degan tugmaga pastdan bosishligimiz mumkin yoki bo'lmasam klaviaturamizdagi F7 tugmasini bosish orqali ham oynani yozib olamiz, chiqarib olamiz. Endi bu oynaga ichki papka deb yozamiz. Xo'p, ichki papkani ichiga kirib oldik. Kirganimizdan so'ng endi bizga kerakli bo'lgan fayllarni ba'zilarini ko'chirishligimiz kerak. Masalan, ichki hujjat Word dasturi uchun degan faylimizni va VPS formatidagi fayllarimizni ichki papka degan papkaga ko'chirishligimiz kerak. Ya'ni uni nusxa qilish emas, balki ko'chirishligimiz kerak. Ya'ni joyida qolmasligi kerak. Buning uchun biz o'sha kerakli fayllarni belgilab olamiz har doimgidek va F6 tugmasini bosamiz. OK. Ko'rib turganingizdek, ikkita faylimiz bu yoqqa o'tdi va ikkita faylimiz o'sha fayllarimiz bu yoqda joyida qolmadi. Endi bu jarayon qanday amalga oshirildi? Oshirilganligi to'g'risida ozgina ma'lumot beraman. Birinchi bu yoqqa kerakli fayllar nusxa qilib ko'chiriladi va o'zini joyidan o'chirib yuboriladi. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Keyingi qilmoqchi bo'lgan amalimiz bu albatta bir papkani ikkinchi papkaga nusxalash bo'ladi. Ya'ni bilamizki, ba'zida fayllar emas, balki papkalari bilan nusxalashimiz kerak bo'ladi. O'shanday holatda biz siz bilan papkalar bilan fayllar bilan amalga oshirganimizdek, ya'ni nusxa qilganimizdek bir xil amalga oshirishligimiz mumkin. Boshqa papkani belgilaymiz, birinchi papkani belgilaymiz va Total Commander degan papkaga olib o'tib tashlaymiz. Hozirgi mana bu olib o'tish jarayoni o'sha kerakli faylni belgilaganimizdan so'ng bosyapman sichqonchamizda va ushlagan holatda keyin uni Total Commander oynamizning chap tomonining chegarasiga olib kelib qo'yib yuboryapman. O'shanda mana shu oyna hosil bo'lyapti va
OK tugmasini bosaman. Ko'rib turganingizdek, boshqa papka va birinchi papka degan papkalarimiz bizni o'sha chap tomondagi oynamizda ham hosil bo'ldi. Vaholanki bular Total Commander va UPS degan alohida papkalarda joylashgan. Endi sizlar bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan yana bitta narsa bor. Muhim narsalardan biri bu albatta udalit qilish, ya'ni o'chirib yuborish. Bu o'chirib yuborish ba'zida kerak bo'ladi. Ya'ni bilamizki, fayllarimizni ko'payib ketadi, nusxalanadi, boshqa bo'ladi. O'shanda o'chirish juda ham zarur bo'ladi. Bunday holatda, masalan, biz mana bu VPS degan arxiv faylimiz bizga kerak emas. Buni o'chirishlik uchun F8 tugmasini bosishligimiz kerak bo'ladi. Yoki klaviaturamizdagi F8 klavishini topib bosishligimiz kerak bo'ladi. Bu oyna chiqadi. Bu oynada D tugmasini bosishligimiz kerak yoki bo'lmasam Enterni bosadigan bo'lsak o'chirib yuboradi. Ko'rib turganingizdek, bu ma'lumot o'chirildi. Endi so'nggi qolgan 1, 2 va 3 ta tugmamiz qolyapti. Bu tugmalarni hozir amallarini ko'ramiz. Demak, F3 tugmasi bu nima narsani bizga beradi? Bu o'sha hozirgi belgilanib turgan papka to'g'risida ma'lumotlarni yoki element to'g'risida ma'lumotni beradi. Masalan, bosh papkamizning ichida bir nechta fayllar bor va uning ichida yana bir nechta papkalar bor. Bu to'g'risida ma'lumot olmoqchi bo'lsak, F3 tugmasini yoki klavishdan F3 klavishini bosishligimiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan so'ng bizga quyidagicha oyna hosil bo'ladi, ya'ni bloknot ochib beradi. Bunda o'sha papkaga bo'lgan manzil va uning o'lchami 56285 bayt, save file, ya'ni umumiy fayllar soni va kataloglar soni. O'sha papkamizni, ya'ni boshqa papka degan papkamizning ichida kataloglar sonini ko'rsatyapti. Va faktiski занимает на источнике с учетом размера кластера. Va bu narsa o'sha klasterlarni hisobga olganda bizda 57344 bayt joyni egallamoqda deyilyapti. Bu to'g'risida qisqacha shunday ma'lumotga ega bo'lishligingiz mumkin ekan. Va buni fayllar bilan ham ishlashingiz mumkin. Ya'ni kerakli faylni belgilab turib F3 klavishini bosadigan bo'lsak, endi e'tibor bering, o'sha kerakli faylni bosib olganimizdan, belgilab olganimizdan so'ng agar F3 tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda quyidagicha oyna hosil bo'lyapti. Bu oyna nimadan dalolat degani, faylni qanaqadir bir boshqa programma bilan ochish imkoniyati bo'lsa, masalan, bu video fayl bo'lganligi uchun, uni siz o'sha maxsus programma bilan bog'langan holatda ochishligingiz mumkin. Ya'ni hozir Lister Media degan o'zini bir programmasi bor. Total Commander'ni videolarni o'qiydigan o'sha programma orqali tezkor ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'ylaymanki, bu ham tushunarli bo'ldi. Agar qanaqadir rasmlar bo'ladigan bo'lsa, keling siz bilan C diskka o'tamiz va Church'ni ichidan bironta rasmni tanlaymiz. Demak, F3 ni bosaman. F3 ni bosganimdan keyin mana Total Commander'ni Lister Imagine degan dasturi bizga o'sha rasmni tezkor holatda ochib bermoqda. Va bu rasm to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni ham tezda bilib olishingiz mumkin. Endi siz bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan yana bir nechta narsalar bor. Bular albatta juda ham muhim deb hisoblayman. Har bir faylni to'g'risidagi qo'shimcha ma'lumotlarni o'sha F3 prosmotr orqali emas, balki pravka orqali ham topishligingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun kerakli faylni belgilab olamiz va boshqa papka degan papka o'sha belgilangan faylni ustiga olib borgan holatda o'ng tugmani bosib qo'yib yubormasdan turamiz. Qanaqadir kichkina proses jarayoni o'tadi va undan so'ng bizda quyidagicha kontekst menyu hosil bo'ladi. Bu kontekst menyuda provodnikdagi kabi deyarli bir xil o'sha menyuni o'zini ko'rishingiz mumkin, lekin bunda ba'zi joylarda farq qilishligi mumkin. Bizga kerakli narsa svojstva hisoblanadi. Kerakli papkani svojstvasiga bosadigan bo'lsak, o'sha papka to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni olishligimiz mumkin. Ya'ni 54 kilobayt razmeri, o'lchami, расположенияsi, ya'ni joylashuvi, ushbu papkani va undan tashqari atributlari mavjud va bu papkalarni qachon yaratilganligini ham ko'rishligimiz mumkin ekan. Содержать, ya'ni 4 ta fayl va bitta papka o'zida saqlayapti degan ma'lumotlari mavjud. Bundan tashqari qo'shimcha предыдущие, настройки, безопасность va boshqa turdagi amallar ham mavjud. Bular to'g'risida o'zingiz tanishib olishingiz mumkin yoki savollaringiz bo'lsa, menga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Demak, svojstva to'g'risida ham tanishib oldik. Endi ushbu videomizda yana bir ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu oxirgi amalimiz Alt F4 tugmasi. Bu Alt F4 tugmasi deyarli barcha Windows programmalarida ishlaydi. Ya'ni ushbu hozirgi holatimizda turgan, ochiq turgan programmalarni yopish uchun mo'ljallangan. Hozir Alt F4 tugmasini bosadigan bo'lsam, Total Commander dasturi yopilib ketyapti. Buni sababi shundaki, tezkor klavishlar amallari mavjud. Bu amallar o'sha tez ishlash uchun kerak bo'ladi. Yana qaytadan Total Commanderni ochganimizdan so'ng Alt F4 ni klavish orqali bossangiz ham, ya'ni o'sha programmani yopib yuborishingiz mumkin. Ishingiz tugallangandan so'ng. Xo'p, sizlar bilan Total Commander bilan tanishish jarayonini ko'rib chiqdik. Ya'ni Total Commander bilan kerakli fayllarni o'chirish, ularni ko'chirish, nusxa qilish va kerakli papkalar yaratish, fayllarni o'chirib yuborish, barcha asosiy kerak bo'ladigan amallarni bajarishni ko'rib chiqdik. O'ylaymanki, bu video sizga ma'qul keldi. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.